Sanuzel temasiga qaytamiz. Sanuzilda bitta e'tibor beradigan narsa bor. Mana shu tahorat semestri. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, ayollarga ham erkaklarga ham mo'ljallangan unitaz bidey bor. Bu ko'pchilik chashaganga ham o'rgangan bo'ladi, общественный joylarda. O'sha yerda bunaqa tahorat qiladigan semestr bo'ladi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shuni namunasi ochuvmadi. Odatda rakovinanikini ochuv tashlab keta olmaysiz. Chunki rakovinanikini ochuv tashlab ketsangiz suv oqayotadi. Buni ochuv tashlab keta olasiz. Chunki mana bu yerda knopkasi bor. To'g'rimi? Knopkani bossangiz suv tushadi. Mana. O'chirsangiz o'chadi. Lekin mashina knopkasini bosgandan keyin suv to'xtagani uchun ko'pchilik mana buni ochuv tashlab ketadi. Bu yopib turish kerak. Nimaga? Chunki buni ochuv tashlab ketsangiz, issiq suv bilan sovuq suv bir-biriga o'tib ketadi. Bunda qila olmaysiz bu ishni. Chunki yopib ketishingiz kerak, suv oqayotadi. Mana bunda knopkani borligini sababli mana ko'pchilik ochuv tashlab ketadi. Buni ochuv tashlab ketsangiz, sovuq suvning davleniyasi baland bo'lsa, issiq suv o'tib ketadi. Shuning uchun butun uyda issiq suv, sovuq suv bir-biriga aralashayotadi. O'shaning uchun buni yopish kerak yoki mana bunaqa joyga qo'yadigan klapani bo'ladi. O'zi spetsialniy, uni ham videosini qilib beraman. Yoki hozir bunaqa mana bu ham groy nemetskiy semestr, lekin bunaqa semestrlarning o'rniga hozir mana shu yopadiganini oldiga mana buni qo'yib, ochuv tashlab ketmaydigan versiyalari chiqqan. Uni ham bitta obzor qilib beraman.